Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bizda 500 kvadratlik gazga to'kib ishlaydigan o'tin ko'mirga ishlaydigan ko'mirimiz tayyor bo'ldi. Birinchi o'zini obzor qilib olaylik. Bu datchikga keladigan bo'lsak, datchik o'tin ko'mir mabodo yoqqanda mayitga ishlaydi ventilyator bilan birga. Boshqa payt o'chirib qo'yadi. İçi bir yoqi endi. İçida 66 ta tepli obmenligi bor, 28 lik medniy trubkalar. Mana yerda to'kiniki. Omad bo'lay. Shunga shunaqa 500 kvadratlik medniy trubkali kotel kerak bo'lsa, mana qatirishga ulgurmabdi, shunga telefon qila olasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bizda 500 kvadratlik gazga to'kib ishlaydigan o'tin ko'mirga ishlaydigan ko'mirimiz tayyor bo'ldi. Birinchi o'zini obzor qilib olaylik. Bu datchikga keladigan bo'lsak, datchik o'tin ko'mir mabodo yoqqanda mayitga ishlaydi ventilyator bilan birga. Boshqa payt o'chirib qo'yadi. İçi bir yoqi endi. İçida 66 ta tepli obmenligi bor, 28 lik medniy trubkalar. Mana yerda to'kiniki. Omad bo'lay. Shunga shunaqa 500 kvadratlik medniy trubkali kotel kerak bo'lsa, mana qatirishga ulgurmabdi, shunga telefon qila olasizlar.